Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. İziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık kırındaşlarım. Dünyanın her kaysi jaylarında yaşavatkan Uygur kırındaşlarım. Hemmanlarga Allah'ın güzel salamları olsun. Hemmanlarını niyet kıygan büyük işlerine de Allah kollusun. Ben video neşir kılmaydıganman bolgan bağmayman degen tügmenge yettik ettim bağandek şulap kaldı karındaşlar. Yani oturga çıkışga mecbur kıladigan bazı aktual meseleler gün tertibimizde. Bunun için çıkıp kaldım. Ve bu şundak züruriyetlerde aralap çıkıp kalışım mümkün. Temimiz körüvatkanlardek kültür zoravallıqının yeni varyantı. Varyantları desek ama uygun bulamdı yok. Bu gapni biraz izahlaşıp doğru keladi. Kültür zoravallıqı yeni bir atalgı. Belki ben oturup koygan buluşum mümkün bunu. Bundan burun uçuratmagan tümüş kılıp. Bu kanda zoravallık. Bu küçlüklerinin yaki köp sallıklarının ve yaki uşuk besimdar toplarının öz kültürünü başkalarına kabul kıldırışıga kartılgan zoravallıktır. Başkalarının kültürüdeki ilgarlıklarını kabul kılış, insaniyetin terakkiyat tarihida bir türlük icabi rol bolgan yenilikki uçukluk bulup, o başka bir gap. Yani dünyada bir millet terakki kılıman dese, başka milletlerin ilgarlıklarını kabul kıldı. Bu dünya aşında terakki oldu. O başka gap. Bizde avatkan kültür zoravallıqı, isilligi bilen başkalarını kail kılış, heveslendiriş tüpeyli ihtiyarı bilen ügünü veliş kartılgan emas. Belki mecburi kabul kıldırıştır. Kültür zoravalları özlerinin kılık hareketleri, kündülük kılmış etmiş adetleri hata bolgan halda. Bu hata degen söz yeterlik emas. Bu kılık hareket kılmış etmişlerini bu hata bilen süpetlisek yeterlik olmaydı. Ahlaki olmagan, kanuni olmagan, barlık kamlaşmagan kılıklar demekçi. Hata olgan halda acizlarını yüzünün doğru adet, doğru karaş, doğru kılmış terzinden vazgeçtirip dikkat kılın. Vazgeçtirip yani bizning deylik ki aslında doğru bir kılmışımız var, doğru bir sözümüz var, doğru bir adetimiz var. Lekin bu zoravallar, bu besimdarlar, yaki bu köpsallık biz aciz ahvaldaki çağda okşaş türdeki işinin natoğrısını, gayri ahlakisini bizge tenip, bizdeki aslından, enenimizden, atabuvumuzdan kelavatkan toğrunu taşlatkızı bitidir. Mana bu kültür zoravallık. Yani hatani kabul kıldırdı. Bunun da toğrudan toğru zorlaşının buluşu şart emas. Yaki undaq zorlaş bolmaslığı mümkün. Ama ular küçlük,
yoki ko'p sonliq va yoki besimdar xarakterlik bo'lganliklari uchun ular hosil qilgan sotsial atmosfera bizga besim qilib o'zimizning aslida to'g'ri bo'lgan, axloqiy bo'lgan, ilmiy bo'lgan kültür elementlarimizdan voz kechib, besimdar kültürünün noto'g'ri bo'lgan, g'ayri axloqiy bo'lgan, g'ayri qonuniy bo'lgan elementlarini qabul qildirdi. Men bu haqda o'z kechmishlarim asos qilingan yerim tarjimal xarakterlik romanim Olvunda bevosita tajribamdan o'tgan bir misolni va keyingi zamonlarda uchragan yana bir misolni deb o'tgandim. Bulardan biri şu. Men Xitoylar bilan birga ishlab, birga yashashga to'g'ri kelgan bir arada, ya'ni bu mening cheniqish hayotimning kichik bir bo'ligi edi. Boshdan kechirganlarimdir. Bu mezgillardagi sharoitimizda butun badan bo'yicha yuvinish imkonimiz yo'q edi. Ya'ni muncha yo'q. Şuna baş gözümüzni yuyup, üstü bedenini sürtkendan keyin putimizni tizimizgacha yuyishga to'g'ri keladi. Men 3 lunga shiltatdim. 3 lunga. Yüz lungisi, beden lungisi, put lungisi deb ayrim 3 lunga shiltatdim. Xitoylar bir lunga shiltatdi. Yüzünü mü, bedenini mi, putunu mu şu bir lungada sürtkendan başka, kaltıştanның lepizi arqılıq çatırqıdan ötküzüp, çatırqını mı şu bir lunga bilen tazlayıptı. Ular mening 3 lunga ishiltidiganligimni ko'rib, meni tushma-tushdan masxir qilishdi. Sarangmi bu deyishdi hatta. Ularning qilmishi madaniyat. Mening madaniyetsizlikmiş kabi bu masxir qarshısida chorasiz qoldim. Chunki men yolg'izdim. 12 Xitoyning arasida men yolg'izdim. Ular ko'p sonliq edi, hukmron edi. Men yolg'iz edim, qulluq o'rnidagi bir millatning a'zosi edim. Natijada men to'g'ri qilmishimni tashlab, xatoni qabul qilishga zo'rlangandek bir vaziyatga tushib qolganligimdan davomliq masxaraga nishon bo'lishdan qochib, ulardan yiroq ko'rinmaydigan bir yerlarda tozaliqimni tuttirishga majbur bo'lgandim. Mana bu kültür zo'ravonligining misollaridan biri. Yana bir misolmi mushuning bu ulab tilga elingan ashir mushikayn degan yerimda tilga. Shunga qaramay, o aslida men til haqida yozgan bir ilmiy maqolada tilga qoldi. O keyingi chog'larda. Jamoatimiz ichida bir oila bor edi. Qashqar viloyatiga tava nohiyalarning uzoq sahrolardan kelib ticaret yoki xizmat yoki boshqa sabablardan deylik shaharda o'ltirab qolgan kishilar. Bir kunlari bu oilaning xonimining og'zidan pomidor deganni anglab qilib o'zimni tutolmay qoldi. Kulkamni zo'rg'a besib, xonim, sizning yurtining ismini atadim. Deylikki, sizlarning yontaq yezisida pomidor demaydigan bo'lg'iytinglar deb so'radim. Bir az masxirlik kayfiyatimni yo'shirmagan holda deganligim uchunmikin, o'ylamagan yerdan xonimning inkosi texmi dahshat bo'ldi. Voy, sizlar meni sahroliq, hech nim bilmaydi deb qopladi. Bizmi-chu sahrada tug'ilib cho'ng bo'lgan bilan xili madaniyatimiz va cho'ng bo'lgan jima. Ko'rinib turganidek, bu javobda pomidor deyish madaniyat yoki madaniylik alomati edi. Ticaret ve hayatning iqimining iqtishi bilan shaharga ko'chib kelib yashayotgan bu xonim
atrofdagi muhitning besimi bilan to'g'ridan voz kechib, xatoni qabul qilib olgandan boshqa bunisini o'qigan shaharlik madaniy kishilarning so'zi deb xato o'ylab qolgan. Uning mendan xo'pla ranjiganligini sezib, uningga tasalli bo'lsin uchun izohlab qo'ydim. Siz xotirjam holda yurtingizdagi pardada sho'xla davring. Buning hech qanday xatosi yo'q. Aksicha hozir o'rganib olganingiz xato. Bilamsiz, u o'ruschaga. Siz sho'xla davring. Agar madaniyatliklar sizni saralikning gapini qildi deb masxir qilib qolsa, chunki men Uyg'ur, shu Uyg'urcha atadim. Onamni urus olmagandikan, desangiz bo'ladi. Bu gapimga rostli tan qoldi. İşenmaslikda xeyli ikkilendi. Ama başta bek tavop aşırı etkini olğaçqa derhal atdan düşelmey qiynaldı. Men ona hicalet qilmay deb nerk etdim. Mana bunu kültür zo'ravonligining bir misoli. To'g'ridan voz kechib xatoni qabul qilaverish. Endi Sharq Turkistondagi Xitoy hukmronligi sharoitida Xitoylar bilan bo'lgan kültür, madaniyat jihatdagi ta'sir va aks ta'sirlarimizda bunday misollar sonsiz. Aslidagi go'zal va insoniy bo'lgan nurg'un milliy kultur elementlarimizni Xitoylarning yovvoyi qiliq harakatlariga tegishib oldik. Xitoylardek voqirga qo'yib ketdik. Salom soat, takallub, madaniy kishilik muomalarimiz xitoychalashdi. Xitoyning paskinliklarini yuqtirib oldik. Bir milliy an'anamiz var edi, qarindoshlar. Men balliq davrimga oid kitoblarni tilga oldim. Hayotimning o'zidagi misollar. Men kichik vaqtimda bir eriq qisiydim-da. U eriq quruq eriq. Quruq, suv yo'q. Anam quluqimni to'lg'ab uzib etgan tasqaga. Eriq qisiymaysan. Nim bo'ladi? Desem bu eriqdan aqqan suvning oyog'ini haqli ichidi degan suv yo'qdi o'sa dedim ha. Hozir suv bo'lmagan bo'lsa eriq deganga suv keladi bir kun. U suvni ko'lga boshlaydi. Haq ichidi. Gördünüz mü bu an'anani? Bu güzel an'anani gördünüz mü? Xitoylar keyingi chaqilda O'stanning bo'yida o'tirib elib, kir sopinning jundisini O'stanga to'kadigan bo'lgan. Gap qilib anglatgan olmaydi Xitoyda. Baribir u qiliqni qildi. Chunki o'zining yutida asha qiliqni qildi. Oyog'idan qolgan Xitoylik ishchi beradigan bo'lgandiki. Mana shu paskinliklarni o'rganib oldik. Nima uchun buni o'rgandik? Xitoyning yetlamaslikka, bizni g'ayri ko'rmaslik uchun Xitoyga moslashish ehtiyoji bilan. Moslashib olish, farqni yo'q qilish orqali ularning chetga qiqishi va masxarasidan qutulish uchun. Kültür zo'ravonligi degan ana shu. Endi kelaylik mushu chet eldagi kultur zo'ravonligining texmi dahshatli, texmi sharmanda variantiga. Bugunga kelganda chet eldagi muhojirat jamiyatimizda, diaspora jamiyatimizda deganga parallel bir so'z qarindoshlar. Diasporani bek yotlabmi ketganim emas bu, chunki diaspora mu chet el so'zi, muhojirat deganmi chet el so'z, Uyg'urcha emas. Har ikkisi Uyg'urcha emas bo'lganligi uchun buni aralash ishlatsak bo'laverdi. Chunki bir narsaning bir ismi bo'lgandan ikki ismi bo'lsa, uch ismi bo'lsa, texmi yaxshi bo'ladi. Til nuqtasidan tilimiz boy bo'lgan bo'ladi. Muhojirat jamiyatimizda maydonga kelgan eng chong hodisa nima? Vatanga qaytish.
ve bu tüpeyle tuğulgan umaysız klimat bolup kaldı. Vatanga qaytquchilar aslida hammasının münafık oluşu natayim bolsunmu? İradisizlik, kurban beriş royunun bulmaslık tüpeylidir. Judalık azabıga, yani can ketadiganga qaraganda xeyli tüven ve asarrak kurban berişke. Çıdımaslık tüpeyli vatanga qaytıp atqanlar. Qaytıp kelgandan keyin to'liq münafıkka aylanıp bir süpet özgürüşü bilen qaytıp keldiganligini hammaylar mo'lcharlayolmaymiz. Ketayotganda hammasi münafık oluşu natayin. İradisizlikten ketayotgan bo'lishi mumkin. Judolik qilishadimi? Gerçi vatan uchun jon pido deydimi gaplashsangiz, jon pido qilmoqqa qaraganda judolik azobi tuvan bir azob bu deyman. Ashunga chidamay ketayotgan normal odamlar. Normal chidamaslar yoki. Endi bu qaytib kelgandan keyin qanday sifat o'zgarish qiladi ekan? To'liq munofiqqa aylandi. U yerda unga ma'lum vazifalar topshirildi. Vazifaga loyiq bo'lganlarga vazifa topshirildi. Vazifaga loyiqti bo'lmaganlarga ma'lum talablar qo'yildi va bu talablarga rozilik bildirildi. Ya'ni har ikki ahvolda munofiqqa aylanib qaytib keldi. Bunu hammaylar mo'lcharlayolmaymiz. Uning uchun kuyib pishyapmiz, uning uchun qaqshavyapmiz. Sababi u. Gerçi bu vijdoniy masala bo'lsin-mu, buni faqat boshqa sharq turkistonliklardan yo'shusilar hal bo'ladigandek. Ya'ni haq buni berib kelganligini bilmisiz lan? İş tugaydigandek. Ya kel kulakni tengib olib qo'ng'iroq o'g'irlashpadisida. Çağrılarını tepevatkallıkla tukulmakta. Ne kadar kallası işleydi. Evet, kıyıdakla kıldık. Ne mi çare? Ya başka çet yaka Uygurlar yok şehirlerge köçüp gitti. Ondan o yerden yolgu çıkış arkalık başkalarına bilindirmeslik bulunmuş. Yeni bir şehirde yaşaydıganlardan tamamen alakını üzüp telefonlarıma cevap vermeye gayip buluş arkalık gımısını berip gidiş. Her iş kılsa icatkarlık. Kallını anda işleteleydiğin gel. Bazılarının ata-ana urug' tuqqanlarının kilip gitişleri. Bu tüpeyde muhaciret cemiyetimizde kişilerimizde tenkıslık saladigan bir kelimat hakim buluvatgandek kılıdı. Bunda aileler bilen badi geldi kılıveriş gerek mi? Ada ulaş gerek mi? Ciddi ongaysızlık yaratkan bu meselede vatanperver kişilerimizin çetlerde assallık buluşu, andaklarının çoğu cemaat buluşu tüpeyildin, kültür zoravallıkının şermende varyantı meydanda gidevatkallığı ve bu künsür başka turduğun meselege, ictimai meselege, o aile meselesine ayrıldığanlığı ma'lum bulmakta. Ezelden aciz halkımız olan ayallar, daskançılıkta öz kıymetine tapıdığın taifi buluşluğu bilen ongaysızlık yaratmakta. Daskançılık avat, golgun bolsa baradigan yeriniz köp bolgan sırı şuncha köngüllük boldigan bolgaçqa ayallarning zor köpçülüki mana mushundaq küçük işlari siyasi meydanını, hayati prensiplarını erzan kurban kılıp daskançılıkni tanlayotganligi afsunarliqdir. Bu tüpeyle hatta ayallarning munosabati jirikleşadigan vaziyatga taqilib, erlar uchun ya ayolga turish, ya vatan degan bu mavhum barliqqa turish. Real ayolni tashlash yoki quruq aqmaydigan inqilobiy gaplarni tashlash degandek bir tanlash yuzlanmoqda. Burundan deb kelayotgan sifatlashim bo'lgan nomzalda diplomatchiligimiz, atalmış adamigarchiligimiz
Muşturdaki barlıq g'alat odatlarimizning besimiga bardoshlik berib, bu ishlarning oyog'iga chiqalaydigan erkaklar bek ko'p qolmaydigandek qiladi. Bir tanışınızın ailesi gelse, burundan ancha-muncha aralashadigan bu aileni şu alla terk etip adacıda buluş asan mı? Adamgarchilik. O mehmonlarni uyga chaqirib olmisiz? Siz cho'pay, siz taqsiq, siz odamgarchiligi yo'q sanalib chetga qilasiz. Jamiyatda bo'lsa, mayli to'g'ri, oilangizda bo'ron uchishga boshlaydi. Xonimga dasqanchilikning kang bo'lishi kerak. Tarayib ketgan dasqanchilik qizimdi. Bu sharmanda kultur zo'ravonligi go'yo vatanparvarlarni o'zining to'g'ri maydonini tashlab, xato bo'lganni, sharmanda bo'lganni, gunoh bo'lganni, iflos bo'lganni qabul qilishga qistamoqda. Go'yo avlar haqliq. Odamgarchilikni biladigan, yuz xotirni biladigan, odamdagidek insonlar bo'lib ko'rinib, osonlikqa tushib qolgan vatanparvarlar pes, aralashquchiligi yo'q, odamdagichiligi yo'q, maxluqlar o'rniga tushib qolmoqda. Hatta vatanparvar bo'lganligi uchun, siyosiyga aralashganligi uchun, mustaqillik fikrida bo'lganligi uchun yetim qilayotgan, to'y qilinmayotgan ahvollarni ko'ramiz. Uyg'ur muhacirat jamiyatida go'yo vatanparvar bo'lish nomus qilarlik ishqa, jirkinishlik ishqa aylanib qolmoqda. Mustaqilchilikmi shu? Boshqalarimi mustaqillik deb og'zidan tushmaydigan bo'lishiga qaramay, mustaqilchi deb qiz vermaydigan, mustaqilchi deb adajida bo'lib, to'pig'i qatmaydigan, yetim qoldiradigan ishlarga shohid bo'lyapmiz. Qandaq millatimiz? Bizning to'g'ri xato haqidagi mizonimiz qandaqsiga bu qadar ta'tir bo'lib ketdi? Aslida kim nomus qilish kerak edi? Aslida kim yetim qilish kerak edi? Bu ta'tirlikdan kelib chiqqan psixik ta'sir. Mushundaq atmosferada cho'ng bo'ladigan bolalar qandaq bo'ladi? Mushu holimiz bilan yana nima yo'g'on gap? Nima u azoblik tamoyi? Bularni o'ylaganda kishini qo'rqinch bosadi. Biroq bizning qahramon xalqimiz hech nimadan qo'rqmay, voyim yemay, Facebook'dagi inqilobni qanot yaydirmoqda. O'ylanglar, qarindoshlar, o'ylanglar. Kim yetim qilish kerak? Kimni arg'anmaslik kerak? Vatanparvar bo'lg'ini gunohi bo'lib qolayotgan bir milliy kelimatning oqibati nima bo'ladi? Gunohni, gunohkorlikni, dushmanni, do'stni, sharaf va nomus haqidagi o'lchamlarimizni qayta ko'zdan kechirib chiqaylik, qarindoshlar. Xonim qizlar, dasqanchilikdan ko'klaydigan, dasqanchilik bilan ovunadigan suyumliklarimiz, sizlarni qilmishinglar haqida astoydilroq bir hisob kitob qilib ko'ringlar. Foydasi nima? Allohning hisob elishiga ishonadiganlar, kallanglarni silkaytinglar. İslamda bir prinsip shuki, Alloh rizosi uchun do'st bo'lish, Alloh rizosi uchun ayrilish. Bu nima deganlik? Do'st bo'lishimizmi Alloh rizosi uchun bo'ladi. Ya'ni sog'lom, durust, axloqi durust, maqsad muddaosi durust kishilar bilan do'st bo'lsak, Alloh rozi bo'ladi deganlik. Ayrılışımızmı Allah rızası için buluş gerek deganlik, munofiqlardan, munofiq tabiatdagilardan, axloqsizlardan, buzuqlardan ayrılışımız Allah'ını razı qiladi deganlik. Bir tabaq jundi uchun munofiqlarga oq chiqish, munofiqlarga chapay yepish, munofiqlarga aralishish va buni atalmış odamgarchilik degan chiroyli at bilan niqoblashda yotgan rezillikni, pastlikni, vijdonsizlikni ko'radigan bo'laydi. Millatlarning hammasida munofiqlar bo'ladi, dushmanga setiladigan xoinlar bo'ladi. Lekin bu umumiylik bo'lsa-mu, o'xshamaydigan yerimiz. Hech qanday millatda munofiqlar bozorliq bo'ladigan, vatanparvarlar yetim qiladigan ish yo'q. Vatanparvarlarni, inqilobchilarni yetim qoldirish bizda mavjud bo'lgan yomon sifatli o'smirdir.
to'g'ri yo'l deb aqida qilgan yo'limizda yolg'iz qolishdan qo'rqmasligimiz kerak. Vatan uchun canımız pida deganni har bir Uyg'ur asallama og'zidan chiqara oladi. Dasqan cho'pqatlarimizdan biridan ayrilish, jondan ayrilishga qaraganda ta'siraqmi? Yoki avu cho'ng gapimiz yolg'onmi? Aqidasida ching turishli maqsadga yetishdagi asosdir. Allohning elchisi yolg'iz qolgandimi, osonlik holatidami, besim ostidami, hayoti tahlikalar oldidami o'xshash aqida, o'xshash so'zni takrorlagan emasmidi? Bir yolg'iz odamdan taralgan bu e'tiqod bugun milliardlarga ulashdi. Dunyoda o'tgan nurg'un ulug' insonlar, olimlar, donishmandlarning hikmatlaridimi? İradenin qat'iy niyatning mustahkamligi manzilning yerimini besib bo'lganga barobar keldiganlik tilg'alandi. Bu qadar chidamas, pispas mijozligimizdan qolgan taqdirimiz bu edi. Yana shu pispaslik bilan azodlikka erishishdan tamodi bo'lib o'tamdi. Dasqanchilikning tarayib ketishi bizni shunchalik cho'ng ziyonga uchirtami? Jondan muhimmi? Jondan ketish haqidagi po'larimizni o'ylab bo'lsa-mu, uzil kesilroq bo'laylik. Agar azodlikka intiladigan bir millatning 70% eng az 70% a'zosida uzil kesil maydon bo'lmaydi ekan, maqsad uchun, adaqqa g'oya uchun, millatning siyosiy istiqboli uchun dadisi bo'lsinmi, onasi bo'lsinmi voz kechadigan uzil kesillik bo'lmaydi ekan, azodlik tamoyi nol. Quruq tamodan iborat qilinmoqda. Bugun mushaqchi bo'lsin. Yana inkaslarga qarab davom qilish zarur bo'lsa davom qilamiz. Hammanglar Allohga emanet.